Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men karton film o'qituvchisi Erbayar Muhammad bo'laman. Bugun sizlarga nihoyatda hayajonliq ichida bir mazmunni ham bahslaymoqchiman. U mazmun bo'lsa dal bizningki 80 va 90-yillardan keyin tug'ilgan bolalarning balliq aslimlarining biri bo'lgan mini to'rtchoqliq harakatlantirilgan musobiq mashinasi. Ya'ni mini yonku deydi yapon tilida, xanzochida minisi deydi, uyg'ur tilida mini musobiq mashinasi deylik. Bu mashinaningki qandoq borliq kelgan hamda men o'zim mushu 2 kundan oldin ayt hayajonga kelgan, men hayajonga solgan bir ishni sizlar bilan bahslaymoqchiman. Endi bu mini musobiqa mashinasi bo'lsa, Yaponiyaningki dunyoga donliq bo'lgan model yoki o'yinchoq yasash shirkati Tamiya degan shirkatningki Tiangong deb yozdi xanzo tilida. Shu xatni bular Tamiya deb o'qiydi. Shu shirkatningki 1982-yili e'lon qilgan o'yinchoq mashinasi bo'lib, bu mashina faqat bu oddiy o'yinchoqlar emas. Bu motor va shundaqla buni o'zgartirish orqali har xil texnikalik yo'llardan ma'nolaydigan hamda bolalarning aqliy iqtidorini hamda fan texnika bo'lgan havasini qo'zg'aydigan bir xil noyatda hamda dunyodagi shu bolalarning balliq davriga intayin ijobiy ta'sir bergan o'yinchoq deb bilsak bo'ladi. Endi bu mashina 2 qitimliq to'lqinni beshini o'tkazgan. Birinchi to'lqini 82-yildan 89-yilgacha bo'ladi. Bu birinchi to'lqinda asosan yana bir karton film chiqqan shu vaqtda va buning ismi Atlan Yonkuro, buni Sichu Shouza deb tarjim qilgan, Sichu Lang deb qo'yamiz, Yonkuro deb bir personaj bor. Shuningki karton film bo'ldi. Menimcha ko'pinchalar ko'rgan bo'lishi mumkin. Shu karton filmniki qo'yilishi asosida bu 89-yil qo'ygan karton film, shu birinchi qitimliq to'lqinni shu karton film yuqori pallaga ko'targan. Ham ikkinchi qitimliq to'lqini bo'lsa 1996-yili ishlangan, biz ko'pincha 90-yillardan keyin bo'lgan tug'ilgan bolalar ko'rgan Akuk Shaturlar degan karton film. Bu karton filmning yapon tilidagi ismi Baksokyoday, Let's and Go. Bunun xanzitsini Sichushonli deb oladi. Udul tarjim qilsak, yuguradigan akufkalar degandek ma'noda bo'ldi. Endi Let's and Go degan ism bo'lsa, yapon tilidagi film nomidagi. Endi bu filmdagi akufkaning yapon tilidagi ismi, akisning ismi Seiba Retsu. Inisning ismi Seiba Go. Buni inglizchada bu yaponlar elvilarini bir deb redab oldi emas. Shunday bo'lgandan retsi le degan xatni retsi deb oladi. Shingma le Seiba retsi niki retsi degan ismi familiyasi emas. Seiba degan familiyasi oldu. Seiba go degan inisniki go degan, shu go deb yozilgan, hao deb yozilgan, shingma hao deki hao deb yozilgan, shu hao degan, shu go degan gapni birlashtirib let's and go deb eplam Baksokyoday Let's and Go deb olgan. Buncha karton film qo'yilgandan keyin bu mini musobiqa mashinasining ikkinchi qitimliq to'lqini avji ko'tarilgan. Bu karton filmningki chiqadigan bo'pmi inis bosh qahramon, ya'ni bu filmdagi bosh qahramon inisi shu Seiba Go bo'ldi. Mushuninki mashinasi, birinchi mashinasi shu karton filmda chiqqan deb o'ylayman. Shuning mashinasi ushqur qilich. Buni endi uyg'ur tilidagi tarjimasida o'qishatirlarniki ushqur hujumchi deb tarjim qilibdi. Endi buni yapon tilida Magnum Saber degan mashina, Magnum Saber deydi yaponliklar, inglizda Magnum Saber. Mushu mashina butun Yaponda bir to'lqin qo'zg'agan. Men bugun nimish hayajonlanib ketdim bu necha kundan beri desanglar, mening bir o'quvchim buni aksi bir asarat yiqilani saqlaydigan bir do'kon ochilgan to'q shu 96-yili tunji qitim e'lon qilgan ushqur o'qni menga mening mashina yaxshi ko'rganligini bilib, menga sovg'a qildi. Da. Mana 96-yili Marin Japan asar etiqa bu noyat qimmatlik bu 96-yili shu bir yil e'lon qilingandan keyin bu ichidagi narsalar yengillanib ketdi, lekin karton filmga eng yaqin bo'lgani hamda karton filmdagi eng karton filmga o'xshash ifodalagan shu ichidagi narsalarni bo'lgani bo'lsa dal 96-yili birinchi qatim setilgan. Buni hozir topmoq intayin tez. Bo'pmi Marin Japan deymiz, Yaponda o'zida ishligini buni topmoq intayin tez. Bugun mushu nimada bu videoda mushu avtomobilni qurashtirishni sizlar bilan bahslaymoqchiman. Endi bu ushqur qilish degan mashina men ikkinchi qatim olgan, 98-yili olgan endi Audi'nikini olgan men Junggodagi. Umuman endi qonunliq bo'ldi, qonunliq nashr bo'ldi, lekin endi haqiqisini 23 yildan keyin mushuninki yana bir qatim Super 1 degan taglik, ya'ni depensi deb qo'yamiz, Super 1 taglik ushqur qilishni bugun sizlar bilan dilla kurashtirib bakalım. Qancha minut kurashtirib bo'lmanki.
Onun aldıda mən bu maşına miniki hazırki oynayatqan maşınlarımdı bir tanıştırıp çıxmaqçıyım. Mən 2008 yıl Yapon geldim. 2009 yıldan keyin Ali mektep kirgəndən keyin Ali mektepdeki savadaşlarımdan keyin şuna oynaydigan savadaşlarım bilan tanışıp, şular bilan birlikte yana qayta oynashni başladık. Şundaqla bu maşinni mən 13 yıldan beri Yapon kelib 12 yıl oldu 2009 hesablasak. 2009 yıldan tatib hazırgacha 12 yıl Yaponiyada bunu oynab müsabaqalarga qatnashib geldim. Hem de bu maşınlarni mən qandaq jig'dim, qandaq maşınlarım var, yoki mən qurashtirmagan jiqqan maşınlar qandaq shuni sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'rayotganinglarga o'xshash mana bu qurashtirilmagan maşınlarım. Bu maşınlar asasen yeni maşınlar. Men shu 10 yildan beri jig'ib kelgan qurashtirishga ko'zim, unda qo'ymiz, qurashtirishga ancha yilqi ko'nglim bormay, buni keyin bir asar etiqi bo'lib qolami deb jig'ib qo'ygan maşınlar bo'ladi. Bu maşınlarning ko'pinchisi yeni maşınlar, 2010 yildan keyin chiqqan. Masalan, mana o'xshash FMA deydigan motor oldida bo'lgan mashina yangi tipdagi taglik yo'lda buningki. Hamda mana o'xshash MA deydigan Pro'ningki nima seriyasi bo'ldi. Bu Pro'ningki bo'lsa bu motor o'ttirda. Motorni o'ttirga olgan va shundaqla shu bir motor bilan cho'ngchilikchaq bilan ham 4 chaqni harakatlantiradigan MA. Andikin MS deb yana birsi bormi? O'sha ostida bo'lishi mumkin. 20 ga yaqin mashinani yig'ibdiman. Bu maşınlardan başka yani meniki musabiqa qatnashgan maşınlarım var. Bu musabiqa qatnashish uchun buni loyihалab, buniki har xil zapchasini ilib, masalan bu yilqi nimadan sakirgan chaqda bu qarshilik uchrab turib, yo'lidan chiqib ketmaslikni nim qilib turib loyihlagan maşınlar deganga o'xshash musobiqaga ishlatadigan maşınlarım var. Bu musobiqa ishlatadigan maşınlar mana. Buning hammasi ham o'sha loyihalashdan o'tadi. Bular musobiqa maşinalari deymiz. Hozir musobiqa qatnashgan mashinamda mana hozir sanasak 1 2 3 4 bor. Bu asosan har xil yo'llari, bu mashinaniki har xil yo'llarga mos kelgan mashinalar bo'ldi. Endi bu bir mashinalar har xil yo'llarning hammasiga sog'inib bo'lmaydi. Har bir turdagi har bir yo'lninki o'zining alohidaligi bor. Shuning ishlatadigan mashinalar desak bo'ladi. Bu mashinalardan boshqa yana ushqur mashina deb ataladigan mana o'xshash buningki motorni o'zgartirish orqali, motordagi simni qayta o'rash orqali eng tez suratga keladigan soatlik surati 107 kilometr chiqqan mashina bu. Mana ikki mashinam bor. Hozir bugun sizlarga shu birinchisini ko'rsatib turaman. Shunga o'xshash ushqur mashina degan mushtapir seriyasi bor. Lekin buningki musobaqalarning hamini to'xtatdi, chunki bu xatarlik bo'lganligi uchun buningki musobaqalar hozir o'tkazilmaydi. Shundaqdimi? Ba'zi bir shaxsiy organlarda buningki musobaqalar o'tkazilyapti. Kichik tipdagi shuningga hamda ba'zi qatnashib ko'rib suratlarni ham sinaydigan bu suratlik mashina, texnikalik mashina emas. Undaqda hozir bu suratlik mashinam bilan texnikalik mashinamningki farqi va shuningki videosini ko'rib chiqinglar. 오케이, 오케이. 안테스테르자 Videoda ko'rganlarga o'xshash ushqur mashinaningki surati nihoyat tez bo'ldi, uyimdagi yo'lda sinagan mashina bo'ldi. Yana birsi shu do'konlardagi haqiqiy musobaqa yo'llarida sinagan mashina bo'ldi. U mashinaningki surati buningda ishlik bo'lmaydi. Soatiga 50 kilometrning ichida kontrol qilib bo'lmaydi bu mashinani. Musobaqa mashinalarini, uning ustiga motorni o'zgartirish qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu xatarlikchi. Bu yo'ldan chiqib ketib qolsa, uchib ketib qolsa, birasininki bir yeriga tegib ketib qolsa, bu zaxmlanadi deb bunchalik ishlik suratdagi mashinalarni faqat cheklik shaxsiy organlar ishlatyapti. Uningdan boshqa meniki jiqqan hamda qurashtirmagan hamda o'zgartmagan mashinaga o'rnatmagan zapchaslarimizni ko'rsatib chiqay.
Mana bu meniki zapchas sandığım. Bunu artıq işletmegen yangi men o'zim chiqqan zapchaslar bu. Mashina o'zgartirish ishlatadigan oldiga ishlatadigan narsa long toe deb qo'yamiz. Oldini tanshab mağdigan, shu yo'ldan chiqib ketmaslikniki o'rnini oldigan narsa. Andan keyin buni ishlatadigan saqliq qozon. Bu suratni tez suratni oshirgan saqliq qozonlar bor. Bunda saqliq qozonlarni ishlatamiz. Uningdan boshqa intayin ko'p texnik ishlatmagan zapchaslarım bu. Bularni hamda keyingi musobaqalarda hamda har xil yo'llar chiqdi emasmi? Har xil shu mashinaniki yo'llari. Har yilki yo'l o'xshamaydi. Har xil buningki texnikalik qiyinlik darajalari bor. Shuning asosan loyihalaydiganga buni ep qo'ygan hamda yig'ib qo'ygan narsalar bo'ldi. Buni hamda men bir dodla olgan narsa emas. 12 yildan beri yig'ib kelgan narsalar bo'lganligi uchun mushta ko'parak, lekin odatda bu shunchalik narsa bo'lmasa, bu mashinani yaxshi qurashtirib chiqolmaymiz yoki bu mashinani musobaqaga loyiq mashinani o'zgartirib chiqolmaymiz degan gap. Sizlar ko'rsatadigan bo'lsa, obyekt ushqur mashina. Noyat ishtikmangan mashinaniki motorni endi o'zgartirilgan motorlarninki zapchastlari. Buninkiga noyat kuchli bo'lgan magnit ishlatmasak bo'lmaydi. Ichidagi ma'lum sim o'ramlarini har xil mush sim o'ramlarini o'rab chiqmasak bo'lmaydi. Har xillari bor buninki, mana motorninki. Buninki hozir mening eng tez suratdan hozir minutga 140 mingni peqiraydigan motordan birini yasab chiqdim. Bu mening eng tez obyekt 107 kilometrga chiqqan, soatlik surati 107 kilometr chiqqani shuni ishlatgan motor bo'ldi. Uningda boshqa mana simlari, simlarni o'rab turib yasaymiz buningda. Uningdan keyin ba'zi bir zapchaslar bor, ufpiraydigan narsalar bor. Mushlarni o'zgartirib, motorni o'zgartiramiz. Bu ushqur mashinaniki zapchaslari. Sizlar ob'yam ko'rib chiqqan o'xshash bu zapchaslarim intayin ko'p. Bu mashinalarni men hisobda buningki yerim kasbiy mahir bo'ldim desam bo'ldi. Men Urumchidagi vaqtimda butun Shinjong bo'yicha 1-chi va mamlakat bo'yicha 7-chi bo'lgan natijalarim bo'lgan shu Audi'ninki markasida o'ynagan vaqtlarimda. Keyin Yapon kelgandan keyin men shu o'zim turayotgan Kanagawa o'lkasiniki musobaqalarga qatnashdim. Lekin unda cho'ng natija oldigan hamda bu shu davlatda barliq kelgan narsa bo'lgandan keyin test bo'ldi-ki, hamda kichik natijalarim bo'ldi. Shu natijani olganda shu zapchaslarni sovg'a qilib, o'zim setib olib, shu ba'zi narsalarni shu sovg'a qilib, shu mukofot olgan narsalardan yig'ilib qolgan narsalar degandek mushtaqning tarixlarim bor. Endi sizlarni saqlatmay, quruq gapni jiqqamayli. Endi bizningki asosliq bugungi bosh qahramonimiz bo'lgan ushqur qilichni qurashtirishni boshlaydi. Qani men 23 yildan keyin yana bir qatam Super One taglikdagi mashinani qancha minut qurashtiraman. Endi ma ustidagi chaplaydigan chaplaqlarni chaplamagan asosda shu mashinaning o'zini qancha minut qurashtiraman shuni bir ko'rib boqaylik. Endi bu mashinani qurashtirishdan burun buning ketadigan bu oddiy mashina, buning qayliq boshqa zapchaslarni qo'shimcha oldigan zapchaslarni qo'shmay mashina o'zini qurashtirganligimiz uchun buningga ketadigan narsa faqat atverklar ketadi. Bu yana Tamiya o'zi chiqargan atverka. Mushlarniki mana Tamiya o'zining belgisi bor. Mushu atverkalarni ishlasaklar bo'ladi. Buningga odatda ma'lum kirish shakldagi odatda biz ko'p ishlatadigan kirish shakldagini ishlasak bo'ladi. Andiki men iPadda buni qancha minut qila oladiganimni hisoblab chiqaman. Qani meniki hamda Super One men burun hamda kichik vaqtimda 1 soat ketib qolganimni qurashtirishga. Lekin chaplaqlarni qo'shganda hamda 1,5 soatdek. Menimcha unchalik ko'p vaqt ketmaydi deyman. Qani men hamda Super One bir 3-4 yil o'ynagan Super One taglikni qancha minutda qurashtira olaman shuni bir ko'rib boqaylik. Undaqda boshlaymiz. 1 2 3.
Kögünün o'xshash 11 minut. Endi men oxirida tez bosamay qoldim. 11 minut 20 sekund atrofida qilib bo'ldim deb o'ylayman. Buniki boyam Әслімеге o'rnatilgan narsa endi ma'noli o'rnatib buning loyihasida. Әслімеге o'rnatilganda bu ventisni xato qilib qo'yib 1-2 minutlik vaqt ashdan ketib qoldi. Amaliyotda buniki butun mashina qurashtirilib bo'ldi. Endi bu mangmamdu qani bir sinab boqaylik. Buning batareya ishlaylik. Bununla Tamiya özününki batareyasını işletsek buludu. Bu zaratlaydigan batareya buludu. Yani bu mangmamdu. Wow. Bunun motoru bu endi yangi setilgan vaqtida bunun motorini ayrim satdı. Keyin bu Audi'ninki mashinasi kelganda motorni birga beradigan bo'ldi. Men buning sog'inim ayrim bayım ko'ginglardek ayrim motor bo'ldi. Bu atomik cho'n deb bir motorni saldim bunga. Bu mana mashina. Mangde. Shkur. Kılıç. Otlan. Ko'rib chiqqaninglardek mana buniki chaplaqlarimni chaplab buningga 5 minutlik 6 minutlik vaqt ketdi. Bu chaplaydigan biza qo'l tutib qoldi-chu. Bu mashina o'zini qurashtirishdan bekerak bu chaplaydigani ba'zi ishlab ketib qolgan mana azroq bir chataq yerlar bo'lib qoldi mana bu yerlarda. Demak, buni chaplagan sal aldirab chapsa yaxshi bo'lmaydi ekan. Burun shundaqdi, hozir shundaq deb o'ylayman. Demak, buningga bu chaplaqni chapildik degandimi oldi keyin bo'lib 15 minut, 16 minut atrofida qurashtirib bo'ldim degan gap. Buni Çatak yapmağıdığan aletde bo'ldi. Demek bu en addi mini mashinaniki qurashtirilishi. Endi bu musobaqalarga tushadigan mashina bu degan chaqda bu endi eng oddiy shakli bo'ladi. Musobaqalarda bu oddiy shaklini ishlatib musobaqa qilsak, buningki bu tagliklari yoki buni o'zgartmaganligimiz uchun ba'zi yo'llardan chiqib ketishi yoki bo'lmasa suratini yaxshi oshirolmaslik degandek masalalarga duch kelish mumkin. Shunga buni cho'qim o'zgartirishimiz kerak. Endi o'zgartgan mashinalarni sizlarga bir tanishtirib chiqay. Ko'rayotganinglardek bu meniki bulturqi musobaqa qatnashgan mashinam. Bu bayqi bu shukr qilish degan mashinaga o'xshash bu S1 degan koni tipdagi taglikka o'xshamaydi. Buning tagligi sizlar ko'rayotganinglardek batareya ikki tarafda motor o'ttirdi. Uning ustiga buningki mashinani men o'zgartgan chaqda bu masalan sakrab o'tgan chaqda masalan bir ko'riklar bo'ldi yo'lninki sakrab o'tgan chaqda shu ko'rikdan sakrab o'tib tushganda bu miya ko'tarilib ig'irlikni oldiq besib turib fizikal qonuniyat bilan tushdi. Odatda mashinalar ketib qolsa uchib ketib qoldi. Lekin bu miyadan ig'irlikni oldiq besib turib tushdi. Andan buningki bu keyindir o'rnatgan saqili qazonlar deb qo'yamiz. Bularni nihoyat tez beqiraydigan holatda buningga ba'zi spirtlarni quyish orqali ishtikiltib teziltib deganda qilsak bo'lmaydi. Mana uzun beqiraydigan holatda mushunga o'xshash yasagan mashina. Hamda buni ma'noga o'xshash odatdagi mashinalarni odatda biz keyindan bu oshquchiba ichib bundaq ichib qilibdik. Lekin biz o'zgartgan chaqda mashina buni bundaq qilib yurish bek ovarchilik. Shunga buni mushunga biraqlam o'rin tetimiz mana bu. Masalan, ig'irlikni mana nim qilgan miyada mana buningga mushta elastiklik bor narsalarni o'rnatish orqali buningga mushundaq har xil chaqlarni har xil mana bezishimiz kerak chaqlarni-chu. Masalan, buning chaqini men qirqigan-chu. Qirqib turib bu chaqda tushgan chaqda masalan bu yo'ldan chiqatmaslik uchun buniki chaqini qirqsak, masalan yo'ldan chiqitib yo'lning bir yeriga bundaq sanjilib qolgan chaqda bu men kirib mashina yo'lga yana kirib ketadi-chu bu mashina. Deganga o'xshash buni shundaq har xil o'zgartish orqali, har xil o'ylanish orqali, hatto chaqlarning miyani o'qlarini uzatish orqali, saqili qazonlarni o'zgartib, nim qilish orqali bu texnikalik mashina, ya'ni musobaqa qatnashadigan mashinani yasab chiqamiz degan gap. Bu meni bu ishlatganim bo'lsa MA degan mashina. MA taglik. Yana bir xil va MS taglik deb. Buni shunga o'xshab ketadi, lekin bu 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lib turib qurashtirgan bo'ldi. U MS bo'ldi. Endi MA degani MS dan keyinroq chiqqan MA niki eng yangi desak bo'ldi. Endi yana birisi VS degan taglik. VS taglik hisobda Super 1 ninki endi o'xshab ketadi. Super 1 ninki yangi Super 2 deb chiqqan. Endi bu VS deganimiz bu sal endi ashno qonuniyat o'xshagan bilan buning motori mana o'xshash o'ttirdi emas, meniki o'xshash o'ttirdi emas. Buning motori odatda Super 1 o'xshash keyindi bo'ldi. Buning alaytligi nima desa, buning cho'ng chaqliq mashina bo'ldi bu. Cho'ngchu buning bilan.
boshqa mashinalarga qaraganda cho'ngroq chaqni ishlatamiz. Bu chaq cho'ng bo'lgandan keyin buningki tagligi bizga ko'tarilgan va o'zini ostiga ozroq tushagan holati bo'ldi. Anonki bu mashinaning bu mashina bilan bu mashinani o'xshash musobaqa ishlatgan bo'lmaydi. Masalan, mavo sakraydigan musobaqalar. Ya'ni ko'riklar bor musobaqa bo'lgandan keyin buni motor o'tirdigandan keyin bu eg'irlikni oldiga nim qilib turib, sakrab tushalaydi. Mavo bo'lsa, 90 gradusga yaqin bo'lgan egilma yo'llarda nihoyat yaxshi ishlaydi. Chunki bu egilma yo'llarda chaq yo'g'an bo'lgandan keyin yo'ldan chiqib ketadigan, eg'ir bo'lgan yo'ldan chiqib ketadigan shumaydi, lekin taglik biza pastga dachig'anligi uchun buni suratdami kamlish bo'lmaydi. Aniki 2 yildan keyinda qarasanglar, men bu yerga tormozdan birini bekitib qo'ydim. Chunki bu bo'pmi sakragan mashinalar, bu ko'rikdan sakragan chaqda, ko'rikdan sakraganda ozroq tormoz qisib turib sakramasa, chiqib ketadi, uchib ketadi. Мен o'zgarsakmi-chu. Shunga harimizda cho'qim birdan tormoz ishlatmasak mayli. Hatto oldig'im tormoz ishlatamiz ba'zida. Tushgan chaqda mollaq etib ketishdan yoki kontrol qilmaslikni oldin olish uchun oldig'imni tormoz ishlatamiz. Bugungi bu ambakirlashgan naq bo'ldi xumidim. Vaqt bizga ketib qoldi. Menimcha ko'pincha bolalar o'zininki bo'pma 80-90-yildan keyin tug'ilganlar o'zlarining bolalik aslimlarini eslab o'tdi deb o'ylayman. Bu Yaponiyada ham davomlashyapti va buningki davomlashadi. Har yili davlatlik musobaqalar o'tkazilyapti. Menga o'xshash asar etiqlar oson tepilmaydi. Shunga aytib bugun hayajonlanib ketdim bir necha kun. Bugun qurashtiradigan shu videoni ishigishni aytib hayajonlanib ketdim. Hamda qurashtiribmi chiqdik. Ushqur qilishni qurashtirgan video bo'ldi. Ko'pchilikningki vaqtini chiqarib mushni ko'rib berganligiga rahmat. Qani, keyingi sondiyani nimani ham bahslaymiz? O'ylanqashtiringlar.